Mana bu belgi hammaga ma'lumki, yuqori kuchlanishdan dalolat, ya'ni chaqmoq belgisi. Katta kuchlanishdagi tok bor degani va o'sha tok transformator bor bu yerda. Transformator bu joyda shit bilan o'ralgan va bu shitni 3D Eurosetka bilan o'ralgan. Shitning rangi kulrang bo'lganligi uchun mana kulrang rangdan mana ustalarimiz hozir shu shitni ihota qilib o'rab berishmoqda. Mana bu tomonda maktab bor ekan. Maktab bolalari bu joyga tegib, ya'ni xavfli holatlar yuzaga kelmasligi uchun 3D Eurosetkalar bilan mana ustalarimiz xolos o'rab berishyapti bu joyda. Mana eshigi, ya'ni hisobotlarni ko'rishlik uchun mana buni ochishmoqchi bo'lsa, dastlab eshik ochiladi va buni ochib turib o'sha ishni bajarish mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shitlarni yoki boshqa bir muayyan bir konditsioner bo'ladimi, joylarni o'rab ihota qilib berish uchun Hudsetkaga murojaat qilinglar. Xizmatlarni tugal qilib berishga harakat qilamiz.